Camuka Aksakal! Camuka Aksakal! Kıyalarını ceren cılgısını sürüvettik. Temircin tutuldu mu? Esirlerini tekşürü attı biz. Yürü la! Qara, bu əsirlərini mən tutqan. Gep qile! Aranlarda Temircin var mı yok? Gep qile! Ma! Camuka Aksakal! Temircin mənglik Jurchadaylarning ovul tarafdan büzüp chiqib ketibdi. Nima? Möhterem Aksakallar, bugünkü sorunga Tayçıgutlarning Aksakalı Targutay her kaysınlar üçün kattı ziyafet tayyorladi. Aldınlardaki daş kazanı kögensizler. Bütün qo'y pishirdigan qozonku u. To'g'ri. Bütün qo'y pishirdigan qozon. Asrlar ichida Jinos jamiyatidagilardan 70 er bor. Ular asli biz Taychug'utlarning bir urug'i edi. Keyin sizlar Jamuqaga bayat qilgan. Keyin yana Temirchinga bayat qilgan. Bugun har qaysi oqsoqollarga bütün qo'y pishirib qolmay, sizlarni yana misli ko'rilmagan bir tomoshadan huzurlantirmoqchiman. Bu tutam yo'q ablaqlarni jazolamoqchiman. Tutamı yok bu bedbahtlarının hemmisini tırık pişirin la! Biri mi kalmışsın? İcra kılın la! Ben Camuka. Öz kavmiga asilik kılıngan bundaq çüpürenlerini mana muşundaq jazalayman. Buningdan keyin kim yana manga asilik qilib Temirchinga bayat qilgani? Albatta, har qaysilari mening sadoqatman do'stlarim. Saqlab o'ltirmayli. Ular pishqicha biroz vaqt ketadi. Qimiz ishga saqlayli. Bu eng esil qimizchimi? Qadağan! Jamuka Aksakal urushda patrullik qilganim uchun bu qo'zni menga tortiq qildi. Köpeneri. Aksakal! 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 Mənglik bilen Jurchaday adamlarını başlap Temirchinga bayat qilmayapti. Nima? Ular yana manga asilik qilishib bitinibdimi? Ularni tutib kelib, hammasini pishirla. O'n ishqonatdagilarning hammasi tarqalib ketdi. O'zimizga tayinib ularni tutib kelamizmikin? Çık! Çık!
Yenge. Bol, Manglik atanı tez yölüp durğuzgun. Manglik ata, Jurchadey tağa. Tez turanglar. Turanglar. Men mag'lub bo'lib qaçqanda, menga qo'shilg'ili kepsizlar. Hamda qayt ko'radigan jabr mushaqqatlarni men bilan tang tortadigan bo'ldinglar. Kelganinglardan intayin minnatdorman. Sizlarni katta so'rin tuzib kutaman. Balgutay, Labbay. qabila oqsoqollarini chaqirib kel. Ma'qul. Atalar, tag'alar. Marhamat. Qasar, Labbay. buyrug'imni yetkaz. Har qaysi qabilalar kura tuzsin. Aka, yangi mag'lub bo'ldik. Jamoqqa bizni qo'g'lab odam avatish mumkin. O'sha ahvolda yana bundaq cho'ng so'rin tuzib beradi. Dal yangi mag'lub bo'lganligimiz uchun qo'shnikilarning ko'nglini tindirib, jasoratni urg'itmasak bo'lmas. Tömürçin to'g'ri deydi. Sorunni qattiq tuzib, qattiq ehtiyot qilsak bo'lmadimi? Sizlar ikki tarafga qorovullik qilinglar. 40 chaqirim nerda yushinib turinglar. Gumonli ahvol bayqalsa, menga darhol xabar qilinglar. Ilojsiz qolmoqcha qolganning so'riniga daxl qilmanglar. Xo'p. Qog'onning farmoni bo'yicha ikkimiz so'rin beshi bo'lamiz. Hammaylar joyinglardan o'rna ag'aysizlar. Qog'on, so'rinni boshlab bergaylar. Bugun Manglik ati bilan Jurchadey tag'am qaytib kelibdi. Mo'ng'ol qiyon qabilasining mashhur sarkardalari bilan islzodlarning ko'pinchisi so'ringa daxil bo'ldi. Oltin urug'ining qudrat tepishdan umidimiz zo'r. Har qaysinglar tatinmay, taomlarga eg'iz tekkaysizlar. Qimiz keltirilsin. Manglik Jurchadey deganlar qanchalik nima? Tömürçinning katta mehmoni bo'lib ketdik amri. Men marhum qog'onning xotini tursam, tagadin o'rin baginni qaranglar. Nima qilgani bu? Sen çüprende didekme meni köz gelime yotam sen. Bizge yerim ötük kımız kuydap kim ögetti sana? Mına emsi? Öldürüp bitti ben sen didekni. Yeni muşunda kıgınını bir körey çok hani. Elchin kichik opa, nimishqa bir qul bilan tang bo'ladilar. Javohirat degan har qanday hayot faqiraydi. Sizlarning esil nasabni ekanliklarini hech kim unutmaydi. Bo'rta, Elchin kichik opaga qimiz qo'ying. O'rningdan tur. Tova, qog'onning xotiniga qimiz qo'yg'izishga loyiq kelarmanmi? Sizlar marhum qog'onning xotini albatta loyiq keladilar. Balgutay, Labbay. sen so'rin beshig'i. Bir odamning chiroyli qarab turamsan. Qog'on og'a.
Bu yoqlarga qarab baq. Boshqa raya budularim bu yerdagilarga o'xshash shartlanyotamdi yo'q. Xo'p. To'xtang. Men baray. Hey, kimse? To'xta! Bo'riböke. Qadagitay. Bu yerda nima qilsan? Mundaq qilib aylanib yuratdi. Qo'lingdagi nima bu? Hech nima emas. Qo'lingni sula. Ikkala qo'lingni. Yurgan bu. Bu kimniki? Sachabek oqsoqolning. Sachabekning? O ot tayyorlashga buyurganmidi? Ha, meni buyrug'im. Maqmaysan-ku. Maqul, to'xta. Sachabekka ot tayyorlasang, nimshi qolgandan ko'rasidan chiqsa. Yurgan nepka. Yo'qol. Yo'qol deyman. Mana yo'qolay. To'xta. Bu o'g'ri. Mana qolgandan oldiga. Galgutay. Unchola bo'zak topmajumu? Nima? Bo'zak qitdimanmi? Qolgandan oldiga boraylamisa? Uning o'g'ri yoki o'g'ri emasligiga har qaysi oqsoqollar bir nima desin. Mana. To'xta. Hey! Hey! Mak, kılıç silah adam sen! Belgütay! Belgütay, nim boldun la? Davransanma, işini çoğaydı etmeyli. Berip, kalkan bile görüşelim. Qağanımızga ma'lum bo'lg'ay. Har qaysi ko'raladik so'rinlar qizib ketibdi. Qağanımızga ma'lum bo'lg'ay. Putkul ovulning ichi teshi jimjit. Belgütay. Biliking nima bo'ldi? Hech nima. Qani qilyotdi-ku. Belgütay. Birasi bilan ilishqa o'xshamamsan. Yo'q. Hamma hunarni o'rganding, lekin yolg'onchilikni o'rganmading-da. Rost, elishqa. Kim bilan? Nima ishqa? Kichik bir ish uchun. Qolgan so'rmayla qo'ysizlar. Yo'q, deysan. Cho'qim deysan. Qağanım. Baya Jörken Sachabekning nökeri Qadagitay sizlar qağanımızdan oltin yuganlarini o'g'irlayotganda Belgütay tutib oldi. Mono Bo'riböke o'g'riga yan besib, Qadagitayni qo'yib o'tmoqchi bo'lib edi. Belgütay Bo'riböke bilan so'rishib qilib, Bo'ribökening qilichi tegib ketdi. Ömrümde o'g'ri qaroqchilar bak o'shidim. Yeb ishlayotganinglar, kiyib ishlatayotganinglar na'din keladi? Jafoliq mehnat bilan qon ter to'kib, urushda o'lja ilishdan keladi. Lekin o'g'ri qaroqchilar bo'lsa, qon ter to'kmay turib, boshqalarning qon terini o'zining qilib oladi. Bundaq tayyor g'ayyorlarni bir yoqli qilishning birli chorasi bor, u bo'lsa, qalsni elish. Men yana yolg'on guvohlik berganlarga bak o'sh. Chunki ular jinoyatni yepib, ko'z buyonchilik qiladi. To'mirchin, kashib ketdi. Tarqilayli. Yo'q, eliq o'g'rini tutinglar. Bo'ribökeni tutinglar. Bizdagi qolganni tabrik so'rini tuzi deb o'ylabdik. Bu asli jurkinlardan o'chilish uchun qurgan to'zoqchanda. Bo'riböke, ketaylik. To'xta! O'g'riga yan bossam, senmi o'g'ri? Sen boshqalarga qolgan bo'lib ol. Endi sana bayat qilmayman. Sachabekni tutinglar.
Yeah, come on! Qadagitay qani? Qadını buzgan bu şatıraq muzayını öldürüydü mən. Bo'ldi qil. Temirchi bizni bosh qo'yatmaydi. Chaqamaydi. Birodarlar. Hey. Anam qani? Anam qani? Anam qani? Meni qo'yib etinglar. U o'lgur Temirchin. Meni qo'yib et. Meni qo'yib et. Temirchin, meni qo'yib et. Sizlarning jurkinlar hammasi yuz o'rib qashdimi? Oqsoqolimizning urug' jamiyatlarini boshlab, yayloqqa ko'chkinini bilaman. Men bilan takallishyaptamsan? Sechabek seni nimaga vatdi? Qog'onimizning elchin xotinini qo'yitishini talab qilib evatdi. Yelinibmi yoki o'tinibmi? Yo'qsa, oqsoqolimiz talab qilyapti. Ismi nima? Muqali. Sen Sechabekning nemisi? Xizmatkori. Xizmatkor turib, qog'onga mushundaq gap qilasan? Men Sechabekning xizmatkori, qog'onimizning xizmatkori emas. Yaraysan. Muqali. Bo'ldi ketma. Nökrim bo'lsan qandaq? Nima? Men Temirchinni xo'jang Sechabek yetmaydi deb o'ylamsan? Men Muqali sili muhtaram qog'onimizga bek qoyil, biroq xo'jayinimga sodiq bo'lmasam bo'lmaydi. Hozir men yanala uning xizmatkori. Kelma. Ha, uni olib chiqib, obdan kutinglar. xo'p. Marhamat. Subutay, Qubilay. Xo'sh. Oqsoqollarni o'rniga maslahat kishig'inglar. Xo'p. Qimiz yaxshi narsa. Ko'p ichib olsa, odam behush bo'lib, kaskanmas ishlarni qiladi. Haq-naqni farq etolmaydi. Qolgan ishsa, obro'yini yo'qotadi. Sarkardalar issa vazifasini ado qila olmaydi. Cheriklar issa yomon yo'lga kiradi. Bunadagi ichki ruxsat qilinmaydi. Ruxsat qilinmamda? İşimizə qandaq oldu? Kimiz yaxshi narsa tursa, onun ustiga tangish bor. Muhtaram qog'onim, otni tepadigan deb hammasini so'ymasak bo'lmas. Butunlay cheklamasak-mi, oyda 3 qatim ichayli. Qog'onim, 10 qatim bo'lmasmi? 2 yoki 1 qatim bo'lgani yaxshi, eng yaxshisi ichmagan texmi yaxshi. Undaq bo'lsa deganlarcha, oyda 3 qatim bo'lsin. Qog'onim, jurkilarni qanday qilamiz? Savr qilayli. Savr qilayli. Tepadigan otni qamchilash, yuz o'rib qochgan jurkinlarni jazolash kerak emasmi? Qog'on, ilgirki yuz o'rib ketganlarni surishti qilmayman. Agar buningdan keyin yana yuz o'raydiganlar ko'rilsa, qilish va nayzi bilan adibini beraman degan edilar. Hozir jurkinlardan o'sha adovatimizni oladigan chog' bo'ldi. Onda qilmayli. Qog'onim, sizlar yaklamay, katta sorun tuzib bizni kutib oldilar. Yangi do'stlar kutib olishga arziydi. Ko'ni do'stlardanmi bazmaslik kerak. Uning ustiga jurkinlar qabul qilgandan bo'g'in oqsoqlari. Qog'onim, ularga keng qo'saqlik qilgaylar. Malik to'g'ri deydi. Biz yaqinda 13 qanot qo'shin bilan elishdik. Endi dushmanimizni ko'paytmaylik. Agar baldir qo'zg'asak, ular bir do'y tap bo'ladi. Menga dushmanlashamaydi. Shundoq. Natayin, bilishimcha, jurkinlar marhum qog'on mazgilida Mo'g'ullarning har qaysi qabilalardagi jasoratlik, shirmat marganlardan edi. Biz ularni topib bo'g'icha, bizning nurg'ullarimiz topqa aylanadi. Qurchi, qo'rqyotamsiz? Qo'rqitmanmi? Qog'onim, men faqat biz o'zaro qirg'inchilik qilishga boshlasak, Jammuqonning fursatdan foydalanishni qo'rqyapman. Bo'ltalashmanglar. Qurchi, elchin xotinni jurkinlarning ko'rasiga opirib qo'y. Xonaka. Bo'ldi qilayli. Qurchi, ijro qil. Xo'p.
To'xtanglar. Selçuk begidan buyruq. Sirtkilar kirishga bo'lmaydi. Ana! Ana! Qo'rqib ketgansan. Qo'rqib ketgandek turamdi men. Kim meni qo'rqitalaydi? Men marhum Qag'anning ulug' xotini Temirchin degan qanchalik nima edi? O'zini o'z atib olgan Qag'an tursa, mingizim bor deb hamma odamni usalaytdimi? Men uningdan qo'rqatdimmi? Bu Elchin Xalton hadidan bak eshib ketdi. Karımız bo'lmasin. Avval qantimizni qatirib olaylik. U chaqda har qanday bo'ron chapqon bizni qo'rqitanmaydi. Men Jurjit yezig'ini tonimayman. Ulug' oltin xonliqining elchilari men uchun o'qib berisizlar bo'ladimi? Qag'anning xizmatiga farmanbardarman. Ulug' oltin xonliqining vaziri O'yinshandan Mo'ng'ul Qag'ani Temirchinga salom. Ulug' oltin xonliqining yurt makoni bepoyandir. O'rdaga salomga keladiganlarmi nurg'undir. Shimoldagi Qatagin, Saljugut qabilalari tizginga bo'y vermay to'plan ko'targan edi. Xonimizdan qo'shini to'planchilarni tarmor qilib, zafar quchib qaytayotganda, o'ylamagan yerdan tatarlarning vijdonsiz oqsoqili Magujin Sagultoy yo'lda qo'shinimizni to'yiqsiz bulang-talan qilib, haddi hisobsiz mol-mulk charullan bo'ladi. Darg'azabga kelgan xonimiz qo'shin avatib jazolaganda, sharmanda to'planchilar g'arbga qochib xonligimizdan sepilib bo'ydiki so'ng shujay, fing shujayga chekinib qarshilik ko'rsatdi. Xonimiz Temirchinning shimoliy cho'llikda qolgan atalganligi, chirik yaroqlarining xil ishkanligidan xabar tepib, silini jazo yurishiga alayda atlandırışqa qarar berdi. Yansılar tartuqlandılar, yengilsilar jazolandilar. E'tibor bilan qarag'aylar. Ulug' oltin xonligining vaziri O'yinshandan maktub. Chingching saltanatining 1-yili ko'z. Ulug' xonliq elchilari yo'l bo'yi ko'p jafo chekkansizlar. Avval aram elib olinglar. Bu salchoqlar bo'lmaydigan ish ekan. Sarkardilarim bilan oldirmay maslahat ish boqay. Merhamet. Dep bakыңlarчы, Altın xonligining bu ishki elchisini qanday yo'lga solamiz? Ayni chog'da Shezonxon Qag'onimiz ambag'ayni chormiqda tirik mixlab o'ltirib atgan. Hozir bizmi jonir jon elib, vazir O'yinning elchisini chormiqda tirik mixlaylik. To'g'ri, chormiqda bo'laylik. Aka, bu qitim Mo'ng'ul iliga elchilikka keldik. Peshkanlik uchrab qolamizmi ki? Boshqa kelganni ko'ramiz. Temirchin ahmoq emas-da. Ordimizdan yayloqdagi qabilalarni o'zaro qirg'inchilik soldiganligini sezib qolsa, cho'qim tugishimiz. O zodi qandoq odamdi? Joniga jon oladigan odamdek qiladi. Agar Jurjitlarning qon qisosini elish uchun biz ikki qitondan jinni olsa, behuda ketib qolamiz. Meningcha, ahvol sen o'ylagan darajada yomon bo'lib ketmas. Ehtimal bu urushni qilishimiz mumkin. Nima? Tatarlar Jurjitlarning iti emasmidi? Egisi itini ursa, bizning nima korimiz? To'g'ri. Jurjit tatarlarning hammasi bizning o't bilan suvda chiqishamaydigan dushmanimiz. O'zdir urushaversin. Biz tomoshisini ko'raylik. Qurchi,
Nemiş gap qilmaysan? Qandaq xiyoling bo'lsa, deb baxmamsan. Qo'shin tortib magujin sagil tuvla urshayli. Jölüme! Sen kıyan emez. Cürcitlanı öldürgeni senin kağanın emez. Onu çağırın baktı baklaylı. He? Onun neymiş kıvakıraysla? Kağanımızın sorgunu boyunca köldü barın davatıdı. Onun məqsidi 30 xotunğa erişiş. Ana, ana. Ana. Temircin, Jurjitlarning maqsadi bo'yicha tatarlar bilan urushmoqchi bo'ldingmi? Ha, shunday qilay deyman. Jurjitlarning qandaq nimalar ekanligini unutib qoldingmi? Dushmanni ati tutmoqchi bo'lyapsan? Ana, Oltin xalq elchisi. Qizlan. Burhan tog'dan qasam qilgan ko'k tangridan ambag'ay qag'am bilan o'kin barqa qag'anning ro'yidan ayminib bo'lsimi? Qizlan. Tez tizlansizlar, bo'lmasa onam chechilib ketmasin. Uloq tövbe qil. Ulug' Burhan tog', ko'k tangrim, Jurjitlar Chaharmoqda echinish tuqmoqlab o'ltirib etgan Mo'ng'ullarning marhum ishki qog'oni. Men Temirchin tug'ilgan kundan boshlab qisosinglarni elish, Jurjitlarni mag'lub qilishga iroda bog'lagan. Mushu yo'lda nurg'un jabr-jafolarni chekib, tavranmay kelyapman. Qanotim tek qatmaganligi, yayloqdagi qabilalar chechilib yurganligi uchun bu irodamni hozirgacha amalga oshirolmadim. Jurjitlar eng asosliq, eng kuchli qisosliq dushmanim. Ular yayloqdagi ikki razil ish markitlar bilan tatarlarni beqib kelyapti. Necha qatim mag'lub qilsammi, ular yana Jurjitlarning beqishi bilan mag'durga kelib, yana odam tishlayapti. Bu qatim Jurjitlar kuch ko'rtmasimi, dadamni o'ltirgan raqiblarim tatarlarni cho'qim mag'lub qila olayman. Menga madad bergaysizlar. Temirchin. Ana, baya belgütey biz qo'shin chiqamayli. Jurjitlar bilan tatarlar urushsa, biz bir chet turib tomoshabini ko'raylik deydi. Shundoq. Demak, sen Jurjitlar bilan tatarlarning ikki yo'lbos ekanligini e'tirof qilding. Lekin oldingda bir yo'lbosning paydo bo'lishini xohlamsan yoki ikki yo'lbosning tangli paydo bo'lishini xohlamsan? Ana, Jurjitlar bilan birlashishdan vaqtincha foydalanib, tatarlarni avval yo'qota olamiz. Qerib qaptimi? Avval chiqqan chashdan, keyin chiqqan soqol jirak. Avval chiqqan quloqdan, keyin chiqqan müngiz qattiq debdikan. Birda, buningdan keyin Temirchinning ishiga aralashmayli. Ana. Bo'pti, o'zing bilganni qil. Ana. Ana. Qasar, bo'g'irchi, jelma. Labay. Derhal Qaratunga elçevetinla, dadamdan qasamdish To'g'rilxon qo'shin tortib O'lji daryosining yuqori yaqinida men bilan uchrasin. Xo'p. Dalg'artay, Manglik, Qurchi. Labay. Jurkillarning avliga berib, Sachabagni biz bilan dushmanga tang hujum qilishga ko'ndiringlar. Sachabag 5 yildan beri biz bilan bodi keldi qilmasa, u ma'qul bo'ladimi? Unumaydi deb ansirayotamsiz. Tatarlar dadamni o'ltirib qolmay, yana marhum qog'onimiz Ambag'ay bilan Sachabagning dadasi O'kin Barqoq xonim o'ltirgan. Shunga ular qisos elish uchun bo'lsa-mu, biz bilan aplashib qolishi mumkin. Ma'qul. Qog'on sarkardalar men bilan Oltin xalq elchisini kutilishyapti demanglar. Hey. Chiroyinglarni nimaga purishtirsizlar? Men sizlarni o'g'it ishga emas, qimiz ishga taklif qilyapman. Temirchin, onam yo'q turdi. Ne ketgandi? Bilmayman. Ne ketgandi? Bilmayman. Birdamdila yo'q turdi. Burhan tog'. Yasugay. Biz bilan vidolashganlarga 25 yil bo'ldi. 25 yildan beri jabr jafolarni chekib, Temirchin boshliq 6 bolani beqib keldim. Hozir ular cho'ng bo'ldi. Temirchin texi Qiyon qabilasining qog'oni bo'ldi. Umidlarni yadi qo'ymadim. Men hozir qerib qoldim. Choshlarimga oq kirdi.
İkimizning u dunyoda didarlashadiganimizga oz qoldi. Yes, okay. Ana. Son şu bağı bayırışımı onu musunuz? Altın xallık elçisini yoluq salay. Yığla verip özünüzni aldırıp koyma. Tömürcün. Çoğun bulup, dadandımı Qaysar. Dadandımı jiraqni ko'rar batır boldum. Şuna hoş bulup, dadanğı degim keldi. Ha, Səcəbəg kəməyliğə oxşaydı. Tez bulunlar, tez! Atkı binirler! Tez, kapsan bulunlar! Yakkaçaren, şimaldan boşluktan faydalanıp, calım bukanı kovdap, tez ketinler. Tağa, tenkit eyli. Bo'lmaydi. Tömürçün keldi. Ayni chog'da siz zəhərli qimiz bilan dozisini zəhərlab o'ldirgan emas edingiz? Endi bu qisas og'il keldi. Şunusunu basılı texim bo'lmaydi. Qaramamsiz. Otlarning oyog'i uzilmay o'tidi. Agar hammamiz qasaq tömürçün chavandozlarning tuyuqi ostida chayilib ketamiz. Chiqroq odamlarni boshlab keting. Sizchi, bu yerda saqlayman. Tağa! Esingizda bo'lsin. Jorjetlarga ishongil bo'lmaydi. Mo'ng'ullar bilan o'tirimizdagi adovatga yana adovat qo'shildi. Bu ikki adovatning hisobini siz olasiz. Yuringlar! Mayli! İtirler! Merhum ambağanı öldürgen məgücün segültü bulam sen. Ha, Dadam yen sügenimi sen öldürgen ma? bu gapcha tömürçün senkensen de. Doğru. Seningmi jurjitlarga beqindig'ini o'ylamabdiman. Jurjitlarning tayg'ini bo'lgankan sen. Meni o'ltirishga loyiq emassan. Muşu ahvalda yine yaşayman demsen? Avulni saqlashga qolgan odam yashashni o'ylarmidi? Xeyli jigiran varken. Kılıçını beri ala.
qarshilashmadi. Xili mard odamkan. Ata. Tağa, əmdi mаңайлы. Tatarlar. Tügeşti. Tügeşmedi. Mən Calın Buqa, Tömürcünün xunu bilən bu qan qısasını alıman. Dada, mаңайлы. Vəzir oğlunuz salam. Möhtərəm xaqallar, ornunlardan turanglar. Olturanglar. Bu qətem Toğrulxan, Tömürçün qağan hər qaysıları Tənrinin qismeti bilən həmdəmdi bulub düşmənlərini tarmar qıldыңlar. Qaraqçı beşi məgi üçün səgiltüyünü öldürüb, üzül kesil nusret qazandыңlar. Körsətkəy katı xizmətinlarını qutlaqlayman. Qutluluq içiligi yo'q. Bu qatim bütünlay vazir o'ngin janoblarining ajoyib parasti, ham shavkatli xonadonlarining hayv soyasida nusrat qozondik. Ko'rsatgan xizmatni tilga oldilar. Bu albatta To'g'rilxon otining yaqinda yordam berish natijasida qo'lga keldi. Tömürçün tolumi kamtarlik qilib ketdilar. Hər qaysanglar xonimizga xizmat ko'rsatdinglar. Tartiqlashqa arziydi. Ostona yiraqti qag'ashqa kaminanglar ordiga ma'lum qilishdan ilgari o'z huquqim doiramda To'g'rilxonga Amirxon martabasini beray. İltifatlarga ishqallah. Tangri o'z panoyida saqlag'ay. Tömürçünga kelsak, ko'rsatgan xizmat alaydi bo'lg'ashqa martaba berish tasga to'xtaydi ekan. Avval Dana xonimizga ma'lum qilib, ondan beraylik. Hozircha Jag'ut Qo'ri, ya'ni har qaysi qabilalarga qo'mondonlik qiluvchi oqsoqol degan martabani berib turaylik. Yayloqdagi har qaysi qabilalarga qo'mondonlik qilib, ulug' oltin xonimiz uchun shimoliy chegarani saqlag'aylar. Orduning umidini hargiz yadi qo'ymayman. Adil bo'lmadi. Мәгүжін сәйгілтіні біз өлтірген тұрсақ, немешкі Тоғрылханға Әмірхан, қағанымызға елік Жағут Қоры деген мәртібіні берді. Яйлақтық әрқайсы қабилелерінің құманданы деген оқуқмы кішік емес жұмы? Өзімізді мо, өзгіні мо алдап бермейлі, Әмірхан ордыдығы әң юқыры мәртібі, Жағут Қоры деген немеге есап болады. Biz мың təslikdə bir şaşadını salmı vasaq. Esaq işindiğə Toğrulxan igar toq minib ketdi desə? Yaylaqdakı hər qaysı qabilələrinin komandanı bolsunmu, muşu ataq bilən qağanımız komandalığı boysunmaydıgan aşu hayvanlarını uçuq aşkar qamçılab yaylaqda hüküm sürələydi də. Yaylaqda hüküm sürüş için öz kişimizgi tayinişimiz gerek. Boğuşuna digine bek yolluq, öz kişimizgi tayanmasak, hiç nimegi ərziməydigan muşu Jag'ut Qo'ri degen ataq bilən komandalığımı boysundurman desek, özümüzni özümüz kaçatlıgan bulmandık, ha? Qağanım, köre sırtıda özünü altın xallıqның alaydı elçisi degen biri Silvilen körüşdü eken. Kirson. Silvilen ayrım körüşümen deydi. Meyli. Boldu talaşmağla. Qaytib berip, obdan bir uqlu bilangla. Şu çağda neme üçün Jurjitlarga yardamlaşıp, Tatarlar bilan uruş qilganimizning sababini tushunib qolasizlar. Uqlımısaqını tushunaleymiz. Rost esle, bir yolvasını yo'qotdik. Qandaq ataq berish bilan nemi karimiz? Özümüzni güçlendirip yeni bir yolvasını yo'qotgan chaqda, o'ng inşan degan bu ilgar tulka 105 bolay desimi, qağanımız unamdı o yo'q dexe. 风从草原走过，吹散多少传说，留下的只有你的故事，杯酒和奶茶酿成了歌。
马背上的家园。